akaning kasal bo'lib qolib, hamma pulni ishlatib yubordim-da. Xudo xolasa olaman. Xudo xolasa. To'xta. Alo. O aka, bo'ldi ketyapman hozir. Ukam bilan. O'tganda aytdim, ukam jipi bor, jipi zo'r mashinasi bor. Dahshat. Shu ukam bilan ketyapman. Shu mashinadaman. Chiqib turing hozir ko'rasiz mashinasini. Oppoq, zo'ridan olganda. Mayli aka, gaplashamiz. Uyga o'ting bolalarni olib. Xo'p. Akang seni hammaga maqtab yuribdi. Sen akangni kimga maqta olasan? Akangni maqta oladigan nimasi bor? Umraga ketyapman deysan. Umraga odamlarga ko'z-ko'z qilgani ketyapsanmi yo savob olganimi? Agar senga katta savob kerak bo'lsa, qara ana, akangga qarash, akangga yordam